shundan. Bu onlayn dispetcherlik xonasi hisoblanadi. Bu yerda qatnovlarni monitoring qilib ko'rib chiqamiz. Hozirda Namangan shahrida bugungi kunda 85 ta avtobus doimiy qatnovlarda amalga oshiryapti. Hop, общий hisobda bizda 96 ta avtobus mavjud. Ulardan 36 tasi Express Dolina tashuvchi korxonasiga, 60 tasi Turon 95 tashuvchi korxonasiga tegishli. Jam bo'lib hozirda 9 ta yo'nalishimiz bor va unda kunlik qatnovlar ertalab soat 6 dan kechki payt soat 10 gacha qatnovlarni amalga oshirishadi. Har bitta Yaxshi, endi Islomjon bo'ldi. Bag'riga olavering. Muddat qanaqa? Ha? Bekatlar ko'rsating mana shu. Aka bekatlar ko'rsating. Bekat. Bor. Vaqti ham bor, kelishi ham bor. Buni bekat Qancha vaqt to'xtab turgani hammasi. Buni hozir deydi GPS orqali-da. Avtobus qurilmaydi. Ular Turon o'rtaga turib oling. Turon 95 ga boramiz hozir. U yerda avtobusni 4 ta 5 ta holatida syomka qilib turadi. Shopirlarning harakati, odamlar kirdi chiqdi. Oldida kamerasi bor, orqasida kamerasi bor. Biz endi oq polosani chizganimizdan keyin avtobusga alohida yo'nalish, yo'lak. Agarda o'sha bizda ham endi bugun erta balki ishga tushib qolar, biz o'zi ayab turibmiz. Mana bu yerda ko'rinadi. Integratsiya qilindi. Qaysiliki bu integratsiya bo'ldi? Ekspresslarni to'liq integratsiya. Hamma avtobusni ko'rib tura olasizmi, xizmatchilar? Ekspresslarning 30 ta avtobusi bo'ldi. 36 tasi. Ham Turonchi. Turonniki 30 tasi bo'ldi. 30 tasi qoldi. Demak, menda 66 ta ko'rish imkoniyatimiz bor ekan. Qaysidir avtobusda yo nosozlik bo'ldi yoki qandaydir bir holat bo'ldi. Nazorat qila olasizlarmi? Shuni tushuntirdik. Ha. U to'xtab qoladi. Bularda kip degan narsa bor. Avtobusda 20% ishlaydi. Misol 30 ta avtobusda 6 ta avtobus zaxirada garajda turadi. Doimiy. Siz aytgan savol bo'lsa, o'zi dispetcherlar yetkazadi, o'rniga almashaveradi. Yo'nalishi yo'qolmadi. O'shaning uchun bekorga davlat talabi o'sha normativ bo'yicha garajda turadi. U turganiga biz byudjetdan ozgina pul beramiz. Ha. Keyin mana shu kirib chiqishlarda, obstanovkalarda men 2-3 tasiga guvoh bo'ldim. Daraxt shoxlarini avtobusni kirib chiqishiga xalaqit berayotgan joylar ham bor. Buni bir-ikki marta shahar tuman hokimlari bilan birgalikda manaqa vegetatsiya davri to'xtaganda butatib sharoit qildik. Endi yana bir